Mendan ko'pchilik so'raydi, pachi nima deyshadi. Mana pachi mana bunaqa idishda bo'ladi. Ichida 60 ta bo'ladi. Qizlar, men o'zimga yangi pachi zakaz qildim. Ichida 60 ta mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni o'zim cho'pi bor, spesial olasizlar, ko'z atrofiga buni qo'yasizlar. Pachini olib, mana cho'pida olganinglardan keyin idishi bo'ladi. O'sha qoshiqchasini olasizlar va nafaqat ko'z atrofiga buni mantga ham qo'ysanglar bo'ladi va peshinaga ham qo'ysanglar bo'ladi. O'sha tigi mayda ajinlarni ham ketkizib beradi. Mana buni olib, mana qo'yib olasizlar. Kechqurun ishqotganlarda farqi yo'q. Xohlagan paytingizda qo'yib olasizlar va bemalol ishlaringlarni qilib yuraverasizlar. Bu o'zining vazifasini bajaraveradi. Ya'ni mana shu namlantirilgan anaqasi ko'z atrofidagi mayda ajinlarni hammasini ketkizib beradi. Ajin tushishini ham poylash kerak emas. Buni qo'yib olib, sizlarga hech qanaqa ziyoni yo'q. Mazza ishlarni qilib yuraverasizlar. Bu narsani kompaniyamiz bu katalog tekinga podarkaga qo'ygan. Registratsiyadan o'tasiz, 20% skidkaga ega bo'lasiz va mana shunaqa pachilarni ham podarkaga sovg'aga olasiz. Xohlasangiz zakaz qilib xarid qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu o'zingizning xohishingizga.